Otash sen topraklarga kelib turib, Obodda, Gagarinda domlar reklama qilib yursandan, lekin Drujbani içinde toza dom yok mu ada bir yeriniz var edi. Drujbani şehri içinde toza dom var, ne için yok? Yine 4-5 etaj, xudo xolasa. Adashmasam bir 5-6 xo'jalik satılgan, lekin menda bir 30 xo'jalik bor sizda. Bemalol xolasangiz, 3 xonali xolasangiz, 2 xonali xolasangiz, podvaldan xudo xolasa kvartiralar bo'ladi, lekin arzon bahoda podkulish bo'ladi. Bu ham o'zini klientlari bo'ladi. Inshaalloh xudo xolasa keyingi zapisim bir fasadlari eski podvalı polni podkulish bo'lganlari hammasini chiqaraman sizga. Assalomu alaykum, bormisizlar musofirdagilar, bu yandagilar. Bugun sizlarga xudo xolasa foydali videoroliklardan qilishga harakat etamiz. Drujbani bu 316 domi hisoblanadi. Bu domi arka tarafı adashmasam shunday bütün davlat idoralari bor, bir de kadastr bor, yapıskası Sizop maktabi bor, ikkinchi son, bir de hokimiyat joylashgan, ish qilib, bir de ko'p narsalar bor, sport majmua ham shu yerda joylashgan, park ham shu yerda joylashgan. Azizlar, shunday mesdadan, ya'ni Drujbani shahridan sizlarga nasib shunday toza domdan ina. Hali qurilishi bo'lib turibdi, davom qilib turibdi. Sizlarga shuni reklama qilamiz. Batafsil o'tirib ko'radi olsangizlar, hali men shu svetofordan Drujbani svetoforindan ishxonagilikka, ya'ni polnitsionka qilganman. Yo'l lokatsiyasini ko'rib olasizlar. Bu doma nedan yo'l olib kelib keladi. Buni videoni oxirida qo'yib qo'yaman. Hozir men endi buni qo'ldan kelsa sizlarga obzor qilib berishga harakat qilaman. Sizlar videoni o'tirmasdan ko'rishga bizlarga yordam berasizlar. Like bosib, kommentariya yozib, o'zingizni fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Endi neridan boshlaymiz? Misol gapda sizlar bu domi xarid etacak bo'lsangizlar, hozir egalari bilan gaplashdik. Xuddi hozir domin nechik turishini 4 million 900 so'mdan alasizlar kvadratini. Men uni sizlarga ishora girib aytib o'taman. Ma'lum bir holat kelib beradilar. Ana xuddi sizlar 4 million 900 dan to'lov qilsangizlar bo'ladi. Xohlasangizlar patkulish beradilar. Patkulishi sal qimmatroq bo'ladi. Endi xohlagan odam 2 xonali, 3 xonali, 3 xonali 2 vidasi bor o'zi. 3 xonalini 83 kvadratlisi ham bor, kattasi, 65 kvadratlisi bor 3 xonalini. 2 xonalini esa 56 kvadratlisi bor sizda. Endi podvalning balandligi ham 270 bo'ladi ekan. Bu yerdan kimdir yerda burjeti, misol gapda sal kamroq insonlar bo'lsa, olib beraveradi. Nechun desa, men o'tgan safar yana 7,5 mingga kvartira qo'yganda 2 soatda sotildi. Xuddi bir odam xarid etgan bo'lsa, shu joy 100 odamga kerak bo'lib chiqdi sizda. Значит, bor ekan ku imkoniyatda salgina misol gapda iqtisodiy pastroq insonlar ko'p azizda, hammasi sizning nimaning oylik daromadi yaxshiroq bo'lib chiqmaydi. Shuning uchun hammaga joy topiladi. Azizlar, imkoniyatingiz yaxshiroq bo'lsa, alinglar 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4, 5 farqi yo'q. Podval ham sotiladi dejekman. Arkasini o'tib ko'ramiz. Kelinglar. Mana yana bizda izol degan narsasi urildi. Mana shu vaz uriladi. Bu issiqlik, sovuqlik darajasini tutib beradi. Bu domi o'sha urilgan fasadi ishlariga tutdi. Arka taraflari aynalarini, romlarini qo'yib turibdi ekanlar. Ko'rdingizmi? Shu holatda turibdi azizlar. Endi biz nechamiz? Buni bu to'proqlari alada ekanlar bular. Polni sirib oladilar, sababi ana podvalga kiradigan yerlari bor, bemalol. Nechamiz endi? Hozir domi ichine kirib ko'ramiz azizlar. Bolalar o'ynaydigan maydoncha nida bo'ladi bu yerda? Otash deydigan insonlar. Xuddi shu yerlarda bolalar o'ynaydigan maydonchasini chiroyli qilib taxlab beradilar. Hozir endi berib budurishini qaramanglar, sababi qurilish hali davom etib turibdi. To'xtani yo'q. Bu 1 podez, bir de 2 podez. 2 podezda bo'ladi. Bir de lift bo'lmaydi, sababi o'zi 5 qavat lift bo'lmaydi ekan. Mana shunday ko'ringlar. Biz endi ishxona girib ko'ramiz, xuddi shunga girsak ham bo'lar edi. Sovuq ishlariga turibdi azizlar. Yana kerak bo'lsa sizlarga. Endi meni taxminim bo'yicha bu 65 kvadrat 3 xonali, bu taraf 83 kvadrat 3 xonali va esa 56 kvadrat 2 xonali. Hammaga to'g'ri keladi, 2 xonalni ko'rsatib o'tamiz. Keling. Yana kiradi olsak 56 kvadratli, bir de nima desam bo'ladi? Bir ochkara qo'yib olish uchun bir de polka qilsangiz bo'ladi, chiroyli qilib. Garderob assangiz ham bo'ladi. Endi yana suvoqdan chiqqan, montaj bo'lgan, keling mana montajlari bo'lgan, suvoqdan chiqqan
Buni aynalarni qo'yib beradilar. Sashkasini qilib beradilar. Atapleniya uchun shlankalarni tashlaydilar, bemalol kovchoqlarni tashab beradilar. Tashqi qismdagi demir eshikini qo'yib beradilar. Tashqi qismdagi demir eshikini qo'yib beradilar. Xuddi shu turgan holatini sizlar faqat shpoklovka ikkal qo'yibdilarmi, shpoklovka qilasizlar. Shu turgan holatini 4.900 dan baho qo'yildi. Xaridasizda bo'ladi. Ekranda telefon nomeri qo'yaman. 56 kvadrat hisob kitob etib ko'ringlar. 4.900 dan necha million so'm pul bo'lishini. Yangi dom ham Durujmaning markazida. Haqiqatan ham farq shuda. Hokimiyat shuda, davlat idoralari shuda, maktab bog'chalar shuda, Durujmaning sentri shuda. Ana shuni ko'ringlaringizda. Bu bir xonasi. Bu esa yana bir xonasi bo'ladi. Ikkinchi xonasi. Bu uchinchi xonasi. Bu endi oshxona bo'ladi adashmasam. Oshxona bo'ladi. Xuddi shular aynan kuxnya mebel joylaydilar. Bu yerda sanuzeli bor. Sanuzelar kichkina emas. O'shunda esa sho'rlar bilan bo'ladi yana. Bemalol ko'raverasizlar. Xuddi shu holatda passiv sashkalari bilan aynalari qo'yiladi, eshikka qo'yiladi. Bu yana aytib o'tganimiz santexnik ishlari bo'ladi. Shundan keyin sizlar 4.900 dan beri xarid etib bilasizlar toza domni. Endi bu esa 83 kvadratlik bo'ladi. 83 kvadratlik koridori katta. Bu yerda bir xonasi bor. Ko'rsatib o'ting. Bir xonasi bor. Xuddi bu yerda ham yana bir xona bor. Yana. Endi bu yerda yana bir xonasi bor. Bu endi kattaroq. Bu kattaroq yana. Ko'rib tursalar ham yarki ko'rinib turibdi xona katta. Yana bu qarang, bu ham yoqdi. Ya'ni bu yerda bir sanuzel joyisi. Bu esa unitaz uchun mesta qoldirilgan. Bu yana ham katta xona yana. Ko'rdingizmi? Bu ham katta. O'sha 83 kvadrat deyishimizga arziydi uchun mesta katta. Bana shu gap shu. Aytib o'tganimdek, ikki xonalardan ne ishatib berilsa, shu ishatib beriladi. Faqat qilish topshirsa sal qimmatroq bo'ladi. Endi esa bu 65 kvadratlik. Bular 3 xona o'zi, bular 3 xona hisoblanadi. Endi beri nima desam bo'ladi? O'zlari ko'p qo'ygan ekanlar. Ali bostirma, nima shu narsalarni jo'tib qo'ydilar beri. Bu yerda bir xona bor. Endi ayb yo'q, ish bo'lib turibdi hozir, to'g'rimi? Bu yerda bir xona. Bu esa zali, katta ekan, zal. Katta bo'ladi bu yerda. Bu esa yana bir xona. Bular normalniy. Bu oshxonasi bo'ladi. Ortalarga e'tibor bermaysizlar, bular alibastir. Remont ishlari ketib turibdi. Oshxonaning o'zi ham katta, kichkina emas. Sanuzeli, hojatxonasi. Mana shundan ko'ringlar. Hozir biza yuqoriga chiqib ko'rsak ham, ya'ni yuqorilarga chiqsak ham, hammasi shu bir xil modada, bir xil chertoj. Bular usti 2 xonali, buni ham usti 3 xonali, buni ham usti 3 xonalaringizda. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib turibmiz. Xolasangiz 1, 2, 3, 4, 5 xolagan etajingizda joy topiladi. Xarid etasizlar, to'lov turlari 15% dan 20% dan to'lasalar ham bo'laradi, muammo yo'q. 15% 20% to'lasalar ham ipoteka qilib beramiz 20 yillik dedilar. Alsangiz bo'ladi. Endi imkoni boricha nalik chalg'ana hech vaqt yetilmaydi, o'zingiz bilasizlar. Bo'lsin, yana nima deyajakman? Yana normal ma'lumot beraman. 4.900 ga hisob kitob etib ko'ringlar. Bemalol xarid etsangizlar bo'ladi sizda. Ikkinchi etaj, uchinchi etajlari farqi yo'q, summa o'zgarmaydi. 4-5larda balkim egalar bilan gaplashsangizlar summa o'zgarishi mumkin azizlar. 4 bilan 5 yerda shu 4.900 dan beradi olsangiz, menimcha adolatdan bo'lmasa kerak. Nechun desa, birinchi, ikkinchi etajlar shu puldan bo'lib turgandan keyin azizlar. Bular o'zlari, quruvchilar o'zlari ham to'g'risi bu narsani to'g'ri tushunadi. Telefon qilsangiz kelishib beradilar sizga. Bu Durujmaning markazida joylashgan. Men xuddi shu videorolikimni ham YouTube ham Instagramga joylayman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Yo'l lokatsiyasini yana bir bor ko'rib olinglar. Bu dom nerda joylashganini.